Xo'sh, kech bo'lib ketdi. Bo'ldi. Tomosha qilib o'tiramanmi? Endi uxlash kerak. Tak notebookimni o'chirdimmi ekan? Ha, o'chiribman ekan. Tak hammasi chotka, hammasi normalniy. Ana endi uxlasam bo'laveradi, adashmasam. Tak, uxladim kerak. Voy, ertalab bo'lib ketibdi-ku. Endi men uxlayveramanmi? Oho, hamma narsa bo'lib ketibdi. Stop, mani shkafim qani? Mana bu yerda 3 qavatli shkafim turgandi. Voy, qayoqqa yo'q bo'ldi? Stolimni ostiga kirib ketmagandir a? Rostdan ham stolimni ostida yo'q, tepaga chiqib ketdim ekan a. Voy, shkaf, qaydasan desam, yo'q, shkaf odam emas-ku. Balki muzlatgichni ichiga dedi. Yo'q, muzlatgichda ham yo'q. Balki sandig'imga kirib olgandir. Yo'q. Shkafni ichidadir a? Yo'q, qanaqa g'alati emasmanmi? Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Jo'xa. Va sizlar meni yangi video roligimdasizlar. Albatta sizlardan doim so'raydigan narsam bu jigalar. Tez kanalga obuna bo'linglar, chunki men tezroq 1000 ta obunachni to'plashim kerak. Obuna bo'lish umuman qiyin ish emas, bilasizlarmi? Obuna bo'lish degan knopka turibdi pastda. Bitta bosasizlar, tak, kanalga obuna bo'linadi. Bo'ldi. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatasizlar, bo'ldi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Men shkafimni yo'qotib qo'ydim, sizlar ko'rmadinglarmi? Qayoqqa ketganini kommentariy yozib qoldiringlar. Stop. Rostdan shkafim yo'q. Voy, qayoqqa ketdi? Polzimga kirib olmagandir, to'xtanglar. Balki suvdan ichib kirib olgan. Yo'q, qanaqa. Garangmanmi? Bu shkaf yurishni bilmasa, uni kimdir ko'tarib ketgan aniq. Tak, qishloqlardan qaysidir ko'tarib ketgan. Voy, qochma, demak sen o'g'irlagansan. To'xta. Men shkafni sen o'g'irladingmi? Qanaqa shkaf? Shkafdaqa shkaf. Nima? O'zingni endi bilmaganga olyapsanmi? Sen meni aldashga urinma. Shkafimni olgansan, tushundingmi? Qanaqasiga shkafing? Qanaqa shkaf tushunmayapman, tushuntirib gapir. Sen nima tushunmaysan? Shkafdaqa shkaf. Sen meni shkafimni olgansan, tushundingmi? Yarıqsa jiri bo'lib qolibsan, Jo'xa. Ha, yo'q, demak bo'lmagan. Bu tan olmayapti, ko'ryapsizlarmi? Hozir boshqasini so'raymiz. Tak. Kim olgan bo'lishi mumkin? Nahotki qishloqlar ko'rinmasa, hamma. Hay, to'xta, menga qara, to'xta. Men shkafimni san oldingmi? Qanaqa shkaf? Kiyimlar shkaf. Kiyimlarimni solib qo'yardim. O'sha shkaf yo'qolib qoldi. Sen olgansan menimcha. Yo'q, jiddiy bo'lib qolibsan, Jo'xa, to'g'risini aytsam. Hech qanaqa shkaf topmaganman. Demak, mana olgan. Senlar aldayapsanlar, men baribir senlarga ishonmayapman. To'xta, mana bo'ldi. Bu ikkalasi olgan bo'lishi ham mumkin, lekin bular ham aytmaydi baribir. Voy, senlar aldamasdan men to'g'risini aytlaring. Shkafimni oldinglarmi? Kiyinadiganimni. Yo'q, sen aniq jiddisan, Jo'xa. Shkafni qanday biz olishimiz mumkin? Shkafingni men ko'rgandim. Qayerda ko'rding? Uyning orqasida turgandi. Seriyozmi? Qochib ketayotgan ekan, bor ushlab ol. Yo'q, rostdan dahshat. Shkaf yurib ketayotgan bo'lsa tasavvur qilinglar. Yo'q, qayerdan shkaf yurib ketadi? Prosta xaslashib yuribman. Короче, так, rostdan ham shkafim yo'q-ku, lekin mana uyimning orqasida ekan rostdan ham. Lekin qanaqadir mashinami? What the? Bu kim bo'ldi? Assalomu alaykum, brat. Va alaykum assalom. Sen Jo'xamsan? Ha, bratam, men Jo'xaman. O'zingiz kimsiz? Men askarman, harbiy. Bu shkafni qo'riqlash menga buyurilgan. Tushunarli. Mayli, bratan, qo'riqlavering, lekin bu mani shkafimligidan xabaringiz bormi? Xabarim bor, lekin to'g'risini aytsam, menga mer buyurdi buni qo'riqlashni. Qo'riqlab turmasam bo'lmaydi. Mayli, qo'rqmang, lekin bu baribir mani shkafimda. Mayli, bo'pti. Men tushunmadim. Nimaga mani shkafimda bu brat eshityapman. Bilyapman, eshitganingiz hozir panaroqqa borib gapiraman. Bu brat nimaga mani shkafimda bunaqa yashirib oldi ekan, mendan yashiryapti. Baribir eshityapman. Shunchalik ham qulog'ingiz zo'r eshitadimi? Bo'ldi, uyimga kirib gapiraman. Bu brat mani shkafimni nimaga qo'riqlayapti ekan, Ya'ni endi menga qaramayaptimi, eshitmayaptimi? Mayli, hozir polzimdagi ishlarni qilib olay, keyin buni tagiga yetaman albatta. Tak, xo'sh, yopamiz. Bu yerda esa bizning polzimiz juda ham ajoyib holatda turibdi. Hosil juda ham ko'p bugun, juda ham ajoyib. Hop, olamiz. Hozir men shkafimni nimaga olganini aniqlashtirish uchun merning yoniga borib kelaman, chunki mer buyurdi deyapti. Mer men shkafimni nima qilar ekan, men tushunmayapman, to'g'risini aytsam. Yo'q, bu yerda nimadir gap bor. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Kommentariy yozib qoldiringlar. Mer nima uchun aynan bunaqa qilyapti? Va kanalga tez obuna bo'linglar, chunki shu paytgacha agar obuna bo'lmayotgan bo'lsanglar, bu juda ham loy ish degani. Loy ishdan esa uy qurish kerak. Tak. Xo'p, ana endi kartoshkalarni ham ekamiz. Kartoshkadan hosil bugun juda ham yaxshi bo'lganga o'xshayapti-ku, lekin yaxshi bo'lmaganga ham o'xshayapti. Mayli, xo'p, yopamiz. Endi esa bu yerda nima desam ekan?
hosillarni joylashtirib qo'yib, merning yoniga uchaman. Borib hozir so'rayman merdan. Hoy, men shkafni nimaga qo'riqlayapti? Men olib qo'ydingiz, men kiyimlarimni ilishim kerak edi-ku deyman. Keyin menga nimadir bahona aytadi, keyin yana nimadirlar bo'lib ketadi. Короче, mer o'zi qayerda yashaydi? Mana mer uyda yashaydi aytgancha. Tak, janob mer, assalomu alaykum. Sizning yoningizga men keldim bitta problema bilan. Qanaqa problema? Kelishing qanaqadir g'alati keldik. Ha, g'alati kelamanda. Короче, uyimda kecha uxlayotgandim. Uxladimda ertalab turib qarasam, shkafim yo'q. Keyin uyimning orqasiga o'tsam, bitta harbiy bratan shkafimni qo'riqlab o'tiribdi. Nima qo'riqlayapsiz desam, mer buyurdi dedi. Nima, siz shu ishni buyurdingizmi? Ha, bu yerda nima qilibdi? Nimaga meni shkafim aynan? O'zingizda shkaf bor-ku, o'shani yashirtirsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, bu senga jumboq bo'lish uchun shunaqa qildim. Qanaqa jumboq? Короче, o'sha shkafni sen qanday qilib bo'lib ochishing kerak. Uning ichida senga sirli narsa bor. O'sha sirli narsani menga olib kelishing kerak. Lekin ana harbiy senga beradimi, bermaydimi, u seni problemang. Ha, tushunarli. Bo'pti, hozir ko'ramiz, beradimi, bermaydimi. Hozir bratandan so'rab ko'raman, berasizmi yo'qmi deyman. Yo'q desa, bering, bratan, sizga o'laydi. E'lanib boshlayman. Yo'q, qanaqa e'lanish? Mana tarz gapiraman, bersang ber, bermasang yo'qol deyman. Keyin otib qo'ysa-chi, qo'lda quroli bor ekan. Eshitdim gapingni. Brat, sizni qulog'ingizda detektoringiz bormi? Yo'q, men shunchaki ultra eshitguvchiman. Ha, zo'r ekansiz, brat. Короче, mer aytdiki, borib shkafning ichidagi narsalarni olib kel dedi. Yo'q, menga buyurgan mer, hech kimga hech nima berma deb. Nimaga unaqa degan? Men tushunmayapman, to'g'risi tushuntirib oling, brat. Aytmadimi? Yo'q, aytgan yo'q. Unda men ham aytmayman, shunchaki uzoqda o'yna. Bu yerga yaqinlashma, tushundingmi? Ha, mayli, brat, mayli. Lekin bular vobshe g'alati-ku, tushunmayapman. Qanday sizga hozir borsam bo'ladi? Men orqadan aylanib borishga harakat qilib ko'ray. Agar ko'rib qoladigan bo'lsa, dab-dala bratan. Orqadan aylanib borishim kerak. Men seni ko'ryapman. Qanday olsam bo'ladi, ichidagi narsalarni? Ololmaysan. Brat, sizga gapirayotganim yo'q umuman olganda. Vobshe g'alati-ku. To'xtaylik, yerni ostidan borsammikan-a? Yerni ostidan borsam aniq ko'rmaydi, bratan. Chotkiydi. To'xtaylar. Hozir yerni ostidan yo'lak qilib boramiz. Mana shuni ko'rmaydi. Точно agar nimani shkafni ostidan chiqadigan bo'lsam yaxshi bo'ladi. Brat, men короче mana shaxta qazimoqchiman. Maylimi? Bo'ptimi? Eshitmayapti bratan, chunki uzoq bu joy. Qayerdan bilaman точно borib shkafni ostidan chiqqanimni? O'shani aniqlashtirish kerak. Mana shu tomonga qarab to'g'ri qazib borishga, mana shu yerdan qaziymiz. Mana shu yerdan bir ikkita blok qazib boramiz endi. Aynan nechta qazishni lekin bilmayapman, to'g'risini aytsam. Aynan qayerga borib qolganimni ham bilayotganim yo'q. Va menimcha biroz yaqin keldim. Biroz yaqin, biroz. Endi qani? Voy. Hali kelmabman ekan, to'xtaylar. Bu yerni yopib qo'yishim yo'q. Hozir qancha? Ozgina yaqin kelibman. Ozgina qopti. Mana bu tomonda ekan. Okey. Mana shu yerda. Adashmasam shu yerda tepada joylashgan. Mashina tagiga kelib, mana shkaf. Oyna? Eshik? Qanaqa narsalar? Tushunmadim. Men tushunmadim, to'g'risi. Hozir borib merga men bu narsalarni ko'rsatishim kerak. Bu g'alati narsalar beryapti-ku mer. Men tushunmadim. Bratan, qalaysiz? Meni eshitayotgan yo'q, chunki juda ham uzoqdan gapiryapman, bloklaman kerak emas. Mer, nimaga menga bu narsalarni shkafimga yashirib qo'yganiga men tushunmayapman. Bosh yetmay turgandi. Hozir borib so'raymiz merdan. Nimaga bunaqa bo'libdi deymiz. Короче, aytadi mer. Janob mer, nima shkafimni ichiga eshik derazalarni yoshirib qo'ygansiz? Короче, senga yangi ish bermoqchi edim. O'shani sirliroq qilib buyurishni o'ylab ko'rgandim. Короче, o'sha eshik derazalarni men uyimga qo'yib ber. Shuni prosta tak buyursangiz bo'ladi-ku, meni boshimni ortmas. Nima dedim? Boshimni ortmasdan. Borib, короче, uydan lapatkalaringni olib kel. Lapatkam qo'limda, tabor kerak bo'lib tozalab kelaman. Xo'sh, yapamiz. Jigarlar, videoni agar shu joygacha ko'rgan bo'lsanglar, nechinchi minutda video ekanligini yozib ketinglar. Men tushunmayapman. Hozir necha minutdan beri video olayotganimni o'zim ham tushunmayapman. O'sha asla kommentariy yozib qoldirsanglar juda ham yaxshi ish bo'lardi. Buni qo'yamiz. Taporinioni olamiz. Taporinioni oldik. Endi borib eshikni olib ketaylik, sovuq kiradi. Hazillashdim. JTlar kiradi, chunki ular juda ham bezbet uyimga bemalol kirib olishlari mumkin. Birinchi o'rindan katta oynani joylashtirishimiz kerak. U uchun mana bu oynani sindirib tashlaymiz. Bu katta oyna qayergacha joylashishiga men hayron qolyapman hozir. Ana qanaqa joyda joylashadi. Bu juda ham katta oyna ekan-a? Qaranglar. Oho, juda katta oyna, juda. Mana shu yerga joylashtirishimiz kerak bir amallab. Xo'sh, yo'q, bu tomonroqqa to'xtaylar, menga bitta
Tak blok kerak bo'lyapti. Mana bu yerdan blokni olamiz, bu yerdan ham blokni olamiz. Endi bu yerga qo'yamiz va derazani mana shu yerga shunday qo'yamiz. Ye? 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 Nima bunday g'alati bo'lib joylashdi bu? Tushunmadim. Mana rostdan tushunmadim. To'xtanglar. Janob mer, bu g'alati-ku bu o'ynaysiz. To'xtang, mana bu yerga qo'yamiz. Endi buni mana shu yerga joylashtirishimiz kerak. Ha, bo'ldi, tushundim, bratan. Mana qo'ydim. Короче, endi atrofini buni sozlab chiqish kerak, adashmasam. Tak, buni bu yerga qo'yamiz, bu yerga qo'yamiz. Dahshat ekan o'ynaysiz. Bilaman, o'sha uchun senga buyurdim ishni. Yo, ishni man qilishimga nima aloqasi bor o'ynani zo'rligi? Tak, eshikni o'rnatamiz. Eshik ham oynali eshik ekan. Bu bratan hamma joyda upgrade qilib yubordingiz-ku. Ha, bilaman, upgrade qilgan. O'ynani o'rnat. O'ynani orqamga o'rnatib qo'y. Ha, orqangiz bilan ko'rmoqchimisiz olamni. Tak, o'ynani olamiz. Bu yerni bunaqa qilamiz. O'ynani olamiz. Bu yerga bunday qilamiz. Mana. Bratan qo'ydim. Bo'ldimi, ketaveraymi? Ha, borib o'zing ishlayni ko'rishing mumkin bemalol. Rahmat senga aytgancha. Senga pul berishim kerak-ku, lekin bermayman, chunki sen vazifangni qilishing kerak. Ha, mayli bo'pti, brat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Muhimi sizni kelgan odam doim o'yinidan ko'rib turadi. Mana o'yini cho'tki ekan, qaranglar, balkonga qo'ysa bo'ladigan o'yin ekan. Sizlarga ham shunaqa o'yinlar kerak bo'lsa, dastlabki uchun obuna bo'ling. Nima dedim, o'zim ham hayronman. Brat hali ham hozir shoshmanglar, bir so'rab ko'ray, brat nima qilyapti ekan. Shu brat bermadingiz-a shkaf ichidagi narsani. Sen men loq deb o'ylayapsanmi? Olib ketganingni ko'rdim. Qayerdan ko'rdingiz? Ha, yerni ostidan kelding-ku. Ha, mana unda sizga mana shu ustida o'tiring, kecha charchaysiz. Mana eshikni ochib yopib o'ynab o'tiring, xo'pmi? Hozir otaman seni. Yo'qolib qol tez ko'zimdan. Bo'ldi, brat, uzr.